Endi andizalarni tanlikka qo'yib chiqamiz. Edit Exportga kirsangiz mana bunaqa narsa chiqadi. Bu sizga как tanlikni Sразу qo'yib ko'rsatib berdi. berar ekan, Sizga как tanlik qo'yib berdi. Buni ustiga bosib, joyidan qo'zg'atib, misol uchun mana bunaqasiga qo'ysangiz, раскладкаga mana shunaqa qo'yib beradi bu. Bu sizga как tanlikni направлениясini qilib beradi. Keyin bu bo'lsa, undan keyin bizada chop haqi berishadi. Chop haqi berish bizada mana Same allowance deyiladi. Mana tanlaysiz. Simalarimiz bossa ko'karib Ha, qolar. mana ko'rasizmi, chop haqini qo'ydi. Mana Uni величинasini qayerdan 1 bildingiz? santimetr qo'ydim mana. Avtomatik o'zi bir qo'yib ketyapti. А если мы хотим поменять? Если хотите, например, вниз, Да. я хочу сделать, например, 1 мастик. Например, я хочу, чтобы это было 3 сантиметра, да? Я вбиваю 3, нажимаю Enter. Proper ko'rsatgan. Да, property'da keyin bitta углы. Misol uchun, я хочу вот этот углda deydi. Обработать угол. Uglni ko'rsatyapti. Deylik, mana bunaqasiga tashqariga chiqadi-yu. Mana. Давай. Можно еще раз boshqa detalda ko'rsating? Хорошо. Давай. Voy, yuqori qoldim. Chop haqini qo'yib berdi. Endi bu yerda ko'rinmaydi chop haqi. O'ziga keyin udalить qilmoqchi bo'lsangiz, Тогда ulayotganda уже chop haqqi bilan kiritib ketgan bo'ladimi bu? Bunda получается. Да, chop haqini ichiga как бы qo'yib yuboryapti-da. To'g'risini aytaman, shu temani o'zim unaqa yaxshi tushunmaganman. Demak, chop haqi berish tanladingiz. Detalni tanladingiz. Mana sizga avtomatik chop haqini qo'yib ketyapti. Liniyani tanlasangiz. Mana. Detalni qaysi qismini tanlasangiz, o'shanga moslab ulab ketaveradi. Uni siz pastga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu deylik 3 santimetr dedim. Enterni bosdim. Mana. Keyin burchak. Keyin, misol uchun, bu yerda endi burchak. Burchak qanaqa bo'ladi? Burchak bunda ichga kirgan bo'lishi kerak. Mana shu. Nega olmayapti bu? Bilmayapti. Yo'q, ko'raylikchi. Biz ketaverasiz. Biz sizga chop haqini berib ketadi. Yigit mana Google'ga bermoqchiman. Mana qilishyapti. Просто незначительно qilishyapti. Unaqa sezilmayapti. Mana bu qilishyapti. Mana qilishyapti. Google o'ynayapti, xolos. Mana. Bas mana ichiga kichkina ko'rsatyapti. Ekranka расстояние kichkina. Mana shunaqa. Keyin bu yerda chop haqini berib bo'lganingizdan keyin Как я насечку поставлю? simulation'ni bossangiz, o'sha detalli sal undan ko'ra kengayadi. Shunaqa ko'rinadi. Совершение отсечки, ввод редакционной аннотации, сопряжение, прокатка, редактивное напряжение, управление шагом. Понимаете? Именно отсечки. Отсечки для много. Ночь. Поэтому ben отсечка qo'ymoqchiman. Mana natijani qo'ydim. Endi sizga natija qo'ygandan keyin mana bitta so'raydi, tipini tanla deydi. Mana gerberdagi. Mana. Tak, keyin custom. Yana anaqa. Keyin uzunligi yoki burchagi bor 80 gradus ekan. Deylik, man хочу, чтобы это было 90 градусов, mana 90 gradusga fikslarda. T'ni tanladingiz уже? Man t'ni tanladim. Deylik, B'ni tanladim mana. Chuqurligini bermas ekan natijani. Chuqurligi ham bo'lishi kerak. Burchagini beryapti. Engini beryapti. Klipdanki. Klip bu aylantirish. Nima ekan deydi?
boshqa narsa bermayapti. Angle, burchagi, off, deb yoqqa tashqariga chiqadi. Ichkariga, tashqariga, ichkariga ekan. Boshqa значенияsi ham yo'qda, o'zgartirilgan. Boshqa bir tekshirib ko'rish kerak shuni. Mayli, bergin, so'ng boramiz. Так, сопряжение dedik, buni ko'rib chiqdik mana. Keyin prokatga detali. Ustma-ust qo'yiladimi? Prokatkami? Ha. Prokatga men misol dedik. Men bu yon bilan bu yonni yurgizmoqchiman. Bundan bunga tanlaysiz. Mana. Gaz qo'yib beradi o'zi. Tanladim. Enter bosib orqaga qaytadi. Yurib ketyapti o'zi. Motori ketdi. Qaradim. Eslab olishim kerak. Buni o'ylayman. Bunday yurg'izsak o'zi tushadi pastga. Demak, detalyiz bir-biriga yetmayapti yoki ortib qolyapti и так далее. Shu yerda o'ng knopkani bosasizda, mana shuni ustida. Bunga отметка ketadi. Отметка qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu detal yurayotgan detaldami yoki to'xtab turgan detaldami? Misol uchun yurayotgan detalga отметка qo'yiladi. Mana отметка qo'ydim. Yetmagan joyini ko'rsatadi. Chunki men buni bundoq chiqib ketsam, u joyiga qaytadi. To'xtab turmaydi. O'shaning uchun. Отметка qo'yib qo'ydim. Shu ikkita detalda ham mana shunaqa. Endi menda bittaga qo'yadi. Bular menda simmetrik bo'lgani uchun keluviga ko'rsatdi. Sizda bitta detal simmetrik bo'lmasa, unda oson. Bitta detalingiz shundan kaltaligi ko'rinib turadi. Shu. Tamam, o'chirdim bildikanmi? Menga